Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. 22-oktyabr hafta kuniga chorshanba biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi Qoraboro mol bozoridan syomkalarni boshlaganmiz. Sovun sigir narx-navosi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bir dona layklarni bosib qo'yamiz akalar. Videomiz tagida qizil podpisatsiya tugmasi bor. Obuna bo'lib qo'yib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Obuna bo'lgan har bir yurtdoshimizning uyida mana shunaqa sigirlardan 300 bosh, 400 bosh bo'lish nasib qilsin do'stlar. Xudo xolasa savdo bo'layotgan joyidan ko'rsatib o'tamiz. 25 ga baraka bo'ldi. 25 million so'mga ancha ola bilan. Ha, 25 million savdo bo'ldi. Bolasi qanaqa? Ho'kizchamidi? Baba, Urg'ochi ekan akalar. 25 million so'mga baraka bo'pti xudo xolasa. Mana shu. Keling, buni suti qanday? Sutini ham ayting. 10 litr suti bor edi. Nechinchi balasi edi? ikkinchi balasi. Mana bumi? Ha, mana balasi edi. Ha, bunisi, ha? Ho'kizcha. Akalar mana aka. Gapi barakasini bersin. Sog' bo'ling mana. Qiziqqanlar bo'lsa. Ha, buni narx qancha bo'layotgan ekan? Aka ishlar zo'rmi? Assalomu alaykum. Nech bilyapmiz buni? Buni 25 deyapti, sen so'rab. 25 million so'm. Bozor qancha qildi aka? Bozor 17 ham qilyapti, 18 ham. Oxir niyat qancha? Jonga tegsa 18 berib yuboramizmi yo'qmi? Kamlik qiladingizmi? Sut qanday ekan? Suti o'sha 5 litr sut beradi, 6 litr beradi. 6 litr kuniga 3 bilan bor, ha, ertalab kechga. Bolasi ha, bolasi ho'kizcha. Nechinchi balasi? Birinchi bolasi. Birinchi balasi akalar. 5-6 litr sut bor, bolasi yem yuribdi. Mana. Qochgan 4 oylik. Yana qochgan. 4 oylik balasi bor qornida. Gapi. Savdosini bersan aka, charchamang. Hop. Hormaylar, assalomu alaykum. Baraka bo'ldimi o'zi? Nech pul ekan narxi? Toza o'rnimisiz? 20 deyapmiz. Bozorda nech pul soldi? 18 so'rayapti. 18 ga berilmayapti, 20 million so'm deb turibdi mana tog'amiz. Suti qanday ekan? Suti 5 tada. 5 litr suti bor, kuniyami yo bir sog'ishdan? Bir kundan. Bir kunga 5 litr suti bor. Balasi ho'kizchami, g'unojinmi? Ho'kiz. Ho'kizda nechinchi balasi ekan? 4-chi balasi. Savdosi bersan, charchamang. Mana. Layklarni bosib, obuna o'qish esdan chiqmasin do'stlar. Kanalimizni yangi ko'rib turibsizlar, faddishga qilib turasizlar degan umiddaman. Xo'p, navbatdagilardan ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda ham o'zi savdo bo'lyapti. Mana. Mana akalar. Hoppa. Mana bu yoqqa bosa-bos. Bu nech pul ekan narxi aka? 20 million. Nechta tuqqan bu aka? 3ta tuqqan. Balasi g'unojinchami? Bozor nech pul so'radi? Har xil. So'ram 18 ga bordim. Shunga yaqin so'rayapti. Shunga yaqin so'rayapti. Shunga shu 18 ta beraverasiz. Sut qanday ekan? Sog'aytgan odamga bog'liq. Qir mehnatini ham berib. Nech pul so'radingiz tog'a? 17 million 600. 17 million 600 ming so'm. 18 qilsangiz berib yuboraman deyaptilar akamiz. Ha. Charchamay savdosi emas. Xo'p, qiziqarli ana. Ko'rib turibsizlar akalar bozorni holatini. Chiqib sigirda savdo yaxshi. Yaxshi ketyapti. Bu nech pul ekan akajon? Nech pul ekan bu narx? Savdo uj bo'lyaptimi yo? 16. Bozor so'rami? Bozor 16 so'rab. Sut qanday? 5-6. Bu birinchi balasida? Birinchi balasi. G'unojimi, ho'kizchami? G'unojincha ekan akalar mana ko'rib olamiz. Nech pul niyat qancha sotish? 16. Jonga tegsa 16 o'zi ham berib yuborasiz, issiq o'tirsa. Ha? Savdosi bersin, mayli. Mana akalar sigir ko'rib olamiz. Qiziqqanlar bo'lsa mana ko'rib turibsizlar, ha. Mana tog'a ham bu yerdan savdoni qilyapti. Nech pulga so'ralyapti? 200 kam 16. 200 kam 16 million so'mga. 16 ham qiling, shu 200 kam qilmasdan berib yuborar ekan. Bormi barakan? Bormi? Nechta tuqqan sigir? 3-chi balasi. 3-chi balasi. O'kizcha yana bo'g'oz ham akalar qochgan ham. Necha oylik bo'g'oz? 4 oy. 4 oylik bo'g'oz. Mana akalar.
Sut beradimi yo'qmi hozir? Buqos payt bermaydi, ha? 5 litrlik. Kuniga 5 litr bu. Kechaga chiqib sog'ib oling. Ertalab kech 5 litr suti bor. Necha pul qilib berasan ukajon? So'raverasiz. Ha, so'rashyapti 16 ya. 16 ga ketammi yo'qmi? Niyat qancha? 18. 18, 17 ga ham beraveramiz. 17 ham ketadi. Birov eshitmasin mana. Baraka deng qani. Hang baraka deng. Berib yuboring tog'a. Yo'q. Kamera bo'ladi. Hang baraka deng. Yo'q. Baraka deng qani. Bormi baraka? Yetalasin birov. Yo'q. Mana endi gashti bozor. Berlar. Chimmam. Baraka deng qani. Mana akalar. Qoldi qanaray? Ilhom Shodiyev yozsa chiqinglar. Yetsin. Yo'q, savdo bo'lmadi akalar. Hali bir ko'p kutamizmi deyman. Ular shunaqa narxda so'ralyapti akalar. 16 gacha olib borib tog'amiz. Niyachi 17 lik bo'lsa berib yuboradi. 16,5 17 lik yaqin ketadi. Xo'p, aziz do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Video qisqa bo'ldi deb xafa bo'lmanglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yib, podpishka qilib tursanglar, videolar ko'p bo'lib boraveradi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.